Yulduz Usmonova jiddiy murojaat bilan prezidentga chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir donadan like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Yulduz Usmonova shoirlar ustidan prezident va bosh vazirga murojaat qildi. Xalq artistining aytishicha, ayrim shoirlar va ularning yaqinlari mualliflik huquqidan talab qilinayotgani tufayli san'atkorlar erkin ijod qila olmayapti. Bugun ko'plab san'atkorlar sudlarda yuribdi. Go'yoki shoir falon joyga yozgan she'rining haqqini olishmagan emish. Olib yeb hazm qilib bo'lgan ular san'atkorning shashtini o'ldiryaptilar, deydi xonanda. Shuningdek, u ayrim shoirlarni tili chiqib qolgan deb ta'riflab, ular boshqalardan she'rlarini o'g'irlab yozayotganini ham iddao qilgan. To'g'ri, shoirlar qolmaganidan o'kingan, deydi Yulduz Usmonova. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.